Haqiqiy ömrimiz. Bu gap bir az g'alita, mujmal va tushuniksiz bilinsimi, ammo inchkilik bilan qaraydigan bo'lsak, nihoyat aniq, oqilona va logikalik bir so'z ekanligini bilamiz. Chunki insonlarning bu dunyodagi yashini faqat minut, soat, yillarning o'tishi bilanla yoki mutaxassislarning tili bo'yicha aytganda vaqt yeshi bilanla emas, balki insonning o'zi, oilasi, dini va jamiyati uchun qo'shgan tuhfasi bilan va qiyomat kuni ajr savobi tegadigan amallari bilanmi o'lchab beqish kerak. Ba'zi olimlar insonlarning hujayrasining yeshi va sog'lomligi bilan bevosita munosabatga bo'lgan atalmish biologiyalik yashiga qiziqadi. Masalan, 60 yoshlik bir odam qarmoqqa 40 yoshlik odamda ko'rinishi mumkin. Chunki uning hujayralari yanada sog'lom. Ammo 30 yoshlik bir odam hujayralaridagi kamtuklik sababidan 40 yaqinlashganda ko'rinishi mumkin va hokazo. Ammo bu maqolaning maqsadi bizning haqiqiy yashimizni biologiyalik yashi yoki vaqt yashi nuqtasidan emas, balki muvaffaqiyat nuqtasidan tushunish. Men bu islom ummatidan kelgan salaf solih ulamalarining yozgan asarlarining aqliy ilm va inchki matematikalik formulalar bilan o'lchigili bo'lmag'idek ko'pligiga hamisha hayronman. Chunki ularning umrini shaxsiy ibodat yoki mo'l ilmiy muvaffaqiyatlarga chechib hisoblash mumkin emas. Amaliyotda bu ulug' va munavvar kishilarning qisqagina umrdagi mazmun doirasi nihoyat keng. Xilma-xil temalarni o'z ichiga olgan ish izlari va zo'r muvaffaqiyatlarini bu maqolada sanab bo'lg'ili yoki inchikili tekshirib bo'lg'ili bo'lmaydi. Chunki ularning soni nihoyat ko'p. Haqiqiy umrimizning qanchalik qisqa ekanligini tushunish uchun faqat ashu mislsiz o'rnaklardan birini tilga olish kifoya. Masalan, Imom Navaviy faqat 46 yil yashagan. Gerçi ömrü qisqa bo'lsa-mu, u nurg'un asarlarni qoldirib ketdi. Agar bu asarlar uning butkul hayotidagi yil, oy va kunlarga bo'linganda har kuniga 2 risola, taxminan 40 bet to'g'ri keladi. Uning bilim elishni 18 yosh vaqtida boshlaganligi va bu qisqagina umrida bu muvaffaqiyatlarni va natijalarni qo'lga keltirganligi o'qirmanlarning hayronligini texmi oshirdi. İmam Navaviy va boshqa salaf solihlarning qisqagina umrdagi qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarga selishtirganda shuni ko'rib olishga bo'ladiki, bugungi kunda nurg'un musulmonlar haqiqiy umrining mohiyatiga ko'z yumib yashamoqda. Masalan, 40-50 yil yoki uningdan uzun yashagan bir odamning hech qanday muvaffaqiyati va ummatga taqdim qilgan alohida xizmati yo'q deyarlik. Gerçi u uzun ömür ko'rgan bo'lsa-mu, xizmat, ishlab chiqarish va muvaffaqiyat nuqtasidan qaraganda u hayot emas. Xuddi u azaldan bo'lib boqmagan yoki bu dunyoga kelib boqmagandekla. Qur'oni Karim va payg'ambarimizning sunnati bu haqiqatni aniq ko'rsatib berdi. Ilohiy bayon bir necha oyatda shuni isbotladiki, Alloh taolo insonga ato qilgan hayot ne'matini xizmat yoki muvaffaqiyatsiz tasavvur qilg'il bo'lmaydiganligini bayon qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: inson o'zini bekor qo'yib berildi, ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmay mayliga qo'yib etilgan hayvonga o'xshash deb o'ylamdi. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi, ya'ni sizlar bizni hayvonlarni yaratganimizdek hech qanday savobni bermaydigan, jazoni bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Payg'ambar alayhissalomning sunnati va uning tarjimaholi bu haqiqatni texmi oydinlashtirib berdi. Abi Barzat al-Aslami radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Banda qiyomat kuni umrini nimadan tugatganligi, yoshligini nimada o'tkazganligi, mal dunyoni nadin tepib naga xajlaganligi, ilmida qandaq amal qilganligidan iborat
4 narsadan so'ralmay turib boshqa narga yo'tkalmaydi. Agar biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalarining tarjima holiga qaraydigan bo'lsak, ularning nurg'unlarining hayotida bu haqiqatning ro'shan gavdlanganligini bayqaymiz. Masalan, Said ibn Muaz radhiyallohu anhu islom hukmronligida faqat 6 yil yashagan. Chunki u 31 yoshida musulmon bo'lib, 37 yoshida vafot bo'lgan. Gerçi uning islom davridagi umri nihoyat qisqa bo'lsa-mu, u bu qisqa umrini ulug' xizmat va muvaffaqiyatlar bilan to'ldirgan va bu sababli sahoba ikromlarning bayroqdorlari qatoridan o'rin olgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning aytganidek, uning vafoti uchun Rahman taolaning arshining tavrishi, uning o'limidan ilgari yer yuziga qadam bosmagan 70 ming farishtaning uning jinozasini uzatgan bo'lishi, uning vafoti uchun jannatning darvozasi ochilgan bo'lishi bu sahobaning naqadar ulug'ligini ko'rsatib berishga yetarlik. Shunglashqa insonning haqiqiy hayoti uning qilgan xizmatining qimmatiga bog'liq. Agar bu harakat va muvaffaqiyatlar yolg'iz Allohga bo'lgan ishonch va sadoqat bilan bo'lsa, bu bir cho'ng g'alaba va ro'shan muvaffaqiyatdir. Bu muvaffaqiyatlar bu dunyoda insoniyatga foydali bo'lib qolmay, uning egasiga foydali. Chunki qiyomat kuni bandalar Parvardigori oldida hisob berish uchun yolg'iz turganda egasiga foyda elib keladi. Bir kuni men bir qism yaxshi kishilarning hamrohligida Sham diyori o'limolaridan kasal sababidan herib holidan ketgan va Umayya poytaxti Damashqdagi bir necha masjidga keng tarqalgan darslarini davomlashtira olmay o'rin tutib yetib qolgan bir olimning yiniga kirdim. Bir kishi uningdan hayotidagi eng muhim ishining nima ekanligini so'radi. U ilm tahsil qilish, ondan kishilarga o'gitish va Allohga da'vat qilish deb javob berdi. Uning qarashicha haqiqiy yeshi ilm tahsil qilish va musulmonlarga dinni o'gitish vaqti bilan cheklandi ekan. U bundan boshqa hech nimani tilga olmadi. Chunki u hayotining e'tiqod va e'tiqodning taqozosi bo'yicha harakat qilish ekanligini, hayotining bu ikki ish uchun xizmat qilgandan boshqa hech qanday qimmati yo'q ekanligini biladi. Har birimiz haqiqiy yashimizni bilishimiz uchun o'zimizga qayta nazar solib beqishimiz mumkinmi?